Hozir Ismat Churun bachasini borib so'kasan, Aha. keyin seni uradi. Urgandan keyin yaxshigina pul undiramiz. Tushundingmi? Xo'p bilan dada. Ey chuvacha. Yana keldi bu. Hasan birgami? Uqbel bitirsa. Yo'lon ket. Hasan buzma meni. Ey sen dadan gap qo'rqoqdi. Anash gap o'tib tushdim. Dada. Hı? Ha, chorini yetmay urdim. Ha başka odam yoktu mu Ruşe? Hay so'kdi-da menga. Abi yozib beradi endi bu. Yur qani? Bachamni birimish uribdi. Jigari sirroz bo'libdi. Doktorlar aytish bo'yicha bittasini kesib tashlagan. Ko'zga urdim-ku men. Qanday jigar yedilar ko'zga ursa? Oyog'ini operatsiya qilmasa bo'lmaykan. Qanday yo'g'ini operatsiya qiladi? Ko'zga urdi. Menga qara. Yo doполнительный pochga qo'yib berasan. Yo 10 ming dollar pul berasan. Mana terpilani urdingiz. Endi bular boqasiz. Erta Rossiyaga ketasan, tushundingmi? Rossiyaga ketasanda tez paydan bularga pul uzatib o'tirasan. Tezpay? Ha, u. Nima u? Ha, programma Rossiyadan O'zbekistonga pul uzatsa bo'ladi. Play Market Store'da bu. Tushunding? Bundan tashqari kommunal to'lovlarni ham to'lab berasan endi. Boqasan bularni bu. 4-5 oy boqasan. Ha, nima bo'ldi bizlar ishlar? Sizni ishingiz hal. Ertaga bacham Rossiyaga ketyapti. Endi sizlar Rossiyadan pul tashiydi. Tez pay orqali. Tushunding? Kommunal to'lovlarni ham to'lab beradi. Svet, gaz soliqlarini. Yetadimi? Bo'lami? Tez paydan to'laydi. Bo'lami? Yaxshi. Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Ha. Ismat, shu o'zing ham yoshligingda kimo bo'lgansan, ha? Og'zingdan satrasangni olganmisan? Yo'q, olmaganman. Men ham endi Rossiyaga ketaman nasib bo'lsa. Nimaga?